Mana guruch chiqara, yaxshi hali ovqatga sovormaganman. O'zi yuvayotganda g'alati bo'ldi-da, silliq bo'lib. Mana qara. Mana qara. Mana maydalab ketyapti. Bo'lib ketdi. Nima bu? Mana qara. Guruchmi bu? Mana qara. O'zi yuvdim deyman, mana qara maydalab ketishini. Bu korzinkadan olingan guruch. Cheki yo'q, cheki tashlab yuborilgan ekan. Qaysidan olib kelishdi, bilmayman, shu qilishga tashlab ketishdi uydagilar. Nima bilmayman, qaysi biridan olishdi. Telefon qilsam, qani cheki, qaysi biridan olingan deyapti. Nima ahamiyati bor, qaysi biridan? Muhimi mana telefon nomeri qilinsak, korzinka chiqib kelyapti. Mana qara. Bu nima guruchmi? Yo'q, bir yasama narsami? Odam iste'mol qiladi-yu buni. Obunachilarim, sizlarga ham hech shunaqa guruch chiqdimi?